16900 qilib, 16900 qilib. Bo'ladimi? Yo'q, men siz o'zingiz savdolashaverasiz. Просто BYD Chazor mashinamizga keldi, srochni sotuvga. 2023-yil 3-pozitsiyasi. Holati zo'r turibdi. Sotuvda BYD Chazor mashinamiz 2023-yil holati zo'r turibdi. Umuman qirg'izlarga yo'q, tinur mashina. Balonlar yaxshi turibdi, holati zo'r ekan. Mana mashinani salonlarini ko'rsatib bo'ladi. Umuman qirg'izlarga yo'q. Yaxshi ayab haydalgan ekan. 360lari bor, 3-pozitsiya, 2023-yil, probegi 100 ming bo'lgan. Yo'nkislarini ham tekshirib qo'yishibdi. 99 yo'nkisda turgan ekan. Kraskalari ham tekshirib olingan. Hammasi top-toza. Hech qanaqa qirg'izlarga kraska bo'lgan joylari yo'q. Bu mashina egalaridan qo'yib beryapmiz. Narxini 16900 deyilyapti. Bemalol telefon qilib, kelishib, savdolashib olaverasizlar. Chazor yaxshisini, 3-pozitsiyasini qidirib yurganlarga tashab qo'yinglar. Like bosib, podpiska bo'lib qo'yinglar. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.